Nodirbek Ismoilov yozma ish 9-variant 41 masala. Bizda aytilganki, odamlarda bo'yni uzunligi 3 juft keyin ta'sirlar irsilanadi, ya'ni polimer irsilanadi. Birinchi shuni ishlab oladigan bo'lsak, katta A1, katta A2, katta 3 bu bo'y uzunligini ifodalaydi. Probandning otasining bo'yi 170 sm. Demak, katta A1 A1, kichkina A2 A2, katta A3 A3, ya'ni 4 ta dominant, 2 ta resessiv. Onasining bo'yi esa 2 ta dominant, 4 ta resessiv. Bundan tenglama qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. 4 ta katta A, 2 ta kichkina A kelayotgan paytda bo'y uzunligi 170 sm. Agar bizda 2 ta katta A, 4 ta kichkina A keladigan bo'lsa, bo'y uzunligi 160 sm. Tepanikiga ko'paytira oladigan bo'lsak, 8A plus 4A teng 340 bo'ladi. Teskarisini ayiradigan bo'lsak, 340 dan 160 ayirsak 180. 180 teng 6A ga bo'ladi. Shunda A necha chiqadi desak, demak 186 ga bo'lamiz. A teng 30 chiqadi. Endi kichkinani topib olishimiz kerak bo'ladi. Kichkinamiz 25 chiqadi. Demak, tenglamada ishlab oldik. Katta 30 ga, kichkina 25 ga tengini topib oldik. Endi ota onaga nisbini topishimiz kerak bo'ladi. Proband o'g'il bola, demak, o'g'il bolani otasining bo'yi. Xo'p. Mana proband. Proband otasining bo'yi 170 sm. Probandning otasini yozib olamiz. Xo'p, 170 sm katta A1, katta A1, kichkina A2, kichkina A2, katta A3, katta A3. Ko'z kosasining shakli mikroftalmiya deyilgan. Demak, B geni bo'yicha heterozigota bo'lgan. 5 barmoqli, ya'ni barmog'i bo'yicha sog'lom, ikkita kichkina D bo'lgan otasi. Endi ko'zi normal ko'radigan, demak kichkina A bo'lgan. Tish emali qo'ng'ir rangda, demak X katta H Y bo'lgan. Endi buni onasini yozib olishimiz kerak. Onasini xo'p, yashil markerda yozib olamiz. Probandning onasining bo'yi 160 sm. Ya'ni kichkina A1, kichkina A1. Xo'p, katta A2, katta A2, demak kichkina A2, kichkina A3, kichkina A3 yozib oldik. Probandning onasining ko'z kosasining shakli anaftalmiya deyilgan. Demak, resessiv BB bo'lgan. 5 barmoqlilik katarakta bo'yicha kasal. 5 barmoqli D geni bo'yicha resessiv bo'lgan, lekin katarakta bo'yicha kasal bo'lgan. Hali gomozigot yoki heterozigotdan bilmayman. Xo'p. Demak, tish emali oq bo'lgan. Yo'q, tish emali, demak onasiniki ham qo'ng'ir rangda ekan. Onasiniki bizada katta XX bo'ladi, katta H borligi ma'lum, lekin bu yoqqa hali heterozigota gomozigotaligi noma'lum. Probandni o'zini bo'yi 165 sm degan. Uni topish uchun nima qilish kerak? Demak, 6 ta katta A qilamiz, 6 ta kichkina A qilamiz. 6 ta kattaning bo'yi 6 kar 130 180, 6 ta kichkinaning bo'yi 150. O'rtaga, demak, probandning bo'yi 165 qo'yamiz. 15 ga 15 turadi. 6 ta harf ichida nisbat 3 ga 3 bo'ladi. Demak, 3 ta katta A bo'lgan, 3 ta kichkina A bo'lgan. Probandni, demak, bo'yi 165 sm bo'lgan, isboti, demak, A1 geni bo'yicha heterozigota bo'lgan, A2 geni bo'yicha ham heterozigota bo'lgan, A3 geni bo'yicha ham heterozigota bo'lgan. Xo'p. Ko'z kosasi anaftalmiya degan, demak, ikkita kichkina B bo'lgan. Demak, bitta kichkina B ni otasidan, bitta kichkina B ni onasidan olgan. 5 barmoqli bo'lgan. Xo'p, demak, ikkita kichkina D bo'lgan. Ko'zichi katarakta bo'yicha kasal bo'lgan. Ota sog'lom edi, demak otadan kichkina en olgan, onadan katta en olgan. Shunda katarakta bo'yicha kasal bo'ladi. Tish emali oq bo'lgan. Demak otadan Y ni olgan bo'lsa, onasidan X kichkina H ni olgan. Demak onasi heterozigota bo'lgan. Endi probandning turmush o'rtog'ini topishimiz kerak. Bu proband bo'ldi bizda. Probandning turmush o'rtog'i. Xo'p. Yozib olamiz, ko'k rangda yozamiz. Bo'yni uzunligi 150 sm bo'lish uchun 6 ta kichkina bo'lish kerak edi. Proband turmush o'rtog'i demak 150 sm yozib olamiz. Kichkina A2, kichkina A2, kichkina A3, kichkina A3 yozib oldik. Ko'z kosasining shakli normal bo'lgan. B geni bo'yicha gomozigota bo'lgan.
Hop, demak, polidaksiliy katarakta bo'yicha sog'lom bo'lgan, demak, ikkita kichkina D bo'lgan, ikkita kichkina E bo'lgan, ayol tish emali oq bo'lgan. X kichkina h, x kichkina h bo'lgan. Bo'ldi, biz qilib oldik. Demak, probandlarni yozib oldik. Belgilovlarni boshqaruvchi genlarni yozib oldim. Mana probandning ota-onasini, proband, uni otasi, uni onasini yozib oldim. Probandning o'zini ham keltirib chiqardim. Probandning turmush o'rtog'ini ham yozib oldim. Xo'p, penit kataklarga xos bo'luvchi gametlarni va genotip yozinglar. Penit qilishni bilsak kerak. Bundan gamet olamiz, penit bir tarafga yozamiz. Bundan gamet olib bir tarafga yozamiz. Buni ishlanish usulini tushuntirib beraman. Qanaqa ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. A sharti. Proband uning turmush o'rtog'i orasida bo'y uzunligi 160 cm bo'lgan tish emali oq farzandning tug'ilishi ehtimoli. Demak, sizga aytdim, polimeriyada penit qolish afzalroq hisoblanadi. Shuning uchun polimerani o'zini penit qolaman, qolganlarini monodroga usul bo'yicha ishlayman. Xo'p, penit qoladigan bo'lsak, bu yerda 8 ta gameta chiqadi, bu yerdan bitta gameta chiqadi. Katta A1. Demak, sonlarni qo'yib olamiz. Sonlarni qo'yib oladigan bo'lsak, 8 ta gameta bo'ladigan bo'lsa 4, 2, 1 tushadi. Demak, 4 ta katta A1 yozib olamiz. 4 ta kichkina A1 yozib olamiz. Endi 2 tushdi tepasiga, 2 ta katta A2, 2 ta kichkina A2. 2 ta katta A2, 2 ta kichkina A2 yozamiz. Katta A3, kichkina A3, katta A3, kichkina A3, katta A3, kichkina A3, katta A3, kichkina A3 yozib olamiz. Bu tarafda esa faqat bitta gameta tushishi mumkin. Kichkina A1, kichkina A2, kichkina A3 tushadi. Xo'p, bu yerda 3 ta katta A, 3 ta kichkina Ali chiqadi. Genotip yozish muammo bo'lmaydi. 2 ta katta A, 4 ta kichkina Ali, bu yerda 2 ta katta A, 4 ta kichkina Ali, bitta katta A, 5 ta kichkina Ali tushadi. Bu yerda 2 ta katta A, 4 ta kichkina Ali, bu yerda bitta katta A, 5 ta kichkina Ali tushadi. Bu yerda bitta katta A, 5 ta kichkina Ali, bu yerda esa 6 ta kichkina Ali chiqadi. Hop. Endi B genlarini ham chachtirib qo'yaman. B geni gamozigota chachtiriladi. B geni gamozigota bilan faqatgina B geni bo'yicha heterozigota chiqadi. Endi D kichkina E, bu yerda kichkina D, katta E chachtiriladi. Kichkina D, kichkina D, kichkina E bilan chiqishi mumkin. Kichkina D, kichkina E, bu yerda kichkina D, kichkina E, kichkina D, katta E, bu tarafida kichkina D, kichkina E chiqishi mumkin. Endi X genlari bo'yicha chachtirishim kerak bo'ladi. X, hop, bizda kichkina H, X kichkina H, Y bu proband o'zi, uni turmush o'rtog'i esa X kichkina H genlari bo'yicha gamozigota chiqishi mumkin. X kichkina H, X kichkina H, X kichkina H, Y chiqishi mumkin bo'ladi. Demak, yozib oldik. Demak, endi berilgan shartlarni birma-bir ishlashimiz kerak bo'ladi. Ketdik. A shart ishlaymiz. Proband va uning turmush o'rtog'i orasida bo'y uzunligi 160 cm. 160 cm bo'lishi kerak. 6 ta katta A, 6 ta kichkina A, 180, 150. Xo'p, o'rtaga 160 qo'yamiz. Bu yoqqa 10, bu yoqqa 20 tushadi. Bu degani 2 ta katta A bo'lishi kerak, 4 ta kichkina A bo'lishi kerak. 2 ta katta A plus 4 ta kichkina Ali yana tish emali oq. Tish emali oq bo'lishi uchun kichkina H bo'lishi kerak. Qolgan genlarni umumiy olib tashlaymiz. Ketdik. 2 ta katta A, 4 ta kichkina nechta chiqadi? 1, 2, 3, 3 ta chiqar ekan. Buni yozib olamiz. 3 ko'paygan. Bizda endi qolgan genlarning ahamiyati yo'q. Bitta-bitta olib ketishim kerak. B geni bo'yicha bitta chiqadi o'zi, 1 olaman. D va E genlari bo'yicha 2 ta chiqar ekan. Ko'paygan 2 ni olaman. Tish emali oq degan kichkina Hdan hammasi oq. 2 ko'paytiraman. Shuni 2 ko'paytirsak 6, 6 kere 2 12 ta chiqadi. Bizda aytilganki, foizini toping. Xo'p, umumiy avlod nechta chiqadi? Heterozigotalar soni 1, 2, 3, 4, 5,
5 ta ekan. 2 ning 5-si 32 ta. Demak, foiz topishim uchun nima qilaman? 32 dan 100%, 12 dan qancha foiz qilib yozib olaman. Ya'ni 12 taqsim 32 ni beradi. 12 taqsim 32 ko'paygan 100. 12 ni 32 bo'ladigan bo'lsak va 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 37,5% chiqadi. Bu bizda A sharti edi. Endi B shartini ishlaymiz. 155 sm bo'lsin degan. 155 sm bo'lish uchun 6 ta katta A, 6 ta kichkina A, 180, 150, o'rtada 155, bu yoqqa 5, bu yoqqa 25 tushadi. Bu degani bitta katta A, 5 ta kichkina bo'lishi kerak. Yozib olamiz. Bitta katta A plus 5 ta kichkina A. Undan tashqari tish emali oq, ko'z kosasi shakli mikroftalmiya. Ko'z kosasi mikroftalmiya. Undan tashqari polidaktiliya bo'yicha sog'lom, katarakta bo'yicha kasal farzandlarni tug'ilish ehtimoli. Xo'p. Demak, tish emali oq deyilgan, kichkina h olishim kerak. Ko'z kosasi shakli mikroftalmiya deyilgan. Mikroftalmiya bo'lish uchun B geni bo'yicha heterozigota bo'lish kerak. Undan tashqari bizda polidaktiliya bo'yicha sog'lom deyilgan, kichkina e bo'lib turib, bizda polidaktiliyani kichkina d bo'lib turib, katta e bo'lish kerak ekan. Kichkina d bo'lib turib, qaysidir genda katta e bo'lish kerak. Endi shundan nechta chiqishini topishim kerak bo'ladi. Bitta katta, 5 ta kichkinadan nechta chiqadi? Bitta, ikkita, 3 ta chiqar ekan. Demak, 3 ko'paygan x kichkina h genidan 2 ta chiqadi. B geniga heterozigota bizda bitta chiqadi. Kichkina d katta e dan nechta chiqadi degan savol tug'iladi. Kichkina d katta e dan mana bitta chiqar ekan. Natija 6 chiqadi. 6 ni 32 ga bo'lib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam, foizda bizda beradi 18,75%. Endi ishlashim kerak S shartini. S shartida proband va uning turmush o'rtog'i orasida bo'y uzunligi 165. 165 sm bo'lish uchun bo'y topib oldim. 3 ta katta, 3 ta kichkina bo'lish kerak. Yozib olaman. 3 ta katta A plus 3 ta kichkina bo'lish kerak. Tish emali qo'ng'ir bo'lish kerak. Tish emali qo'ng'ir bo'lish uchun x katta h bo'lish kerak. Xo'p, bundan nechta chiqadi? Demak, 3 ta katta, 3 ta kichkinadan bizda bitta chiqadi. Ko'paytiruv 1, B geni bo'yicha aytilmagan, D E genlari bo'yicha aytilmagan 2. Tish emali qo'ng'ir farzand, lekin bizda chiqmaydi. Shu joyni bitta ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Probandni o'qib olamiz. Balkim o'tgan yutma xato yozganmizmi? Probandning bo'yi uzunligi 165 sm, ko'z kosasi anaftalmiya, katarakta, tish emali oq. Tish emali oq degani x kichkina h y degani proband. Demak, to'g'ri yozibmiz. Probandning turmush o'rtog'i. Probandning turmush o'rtog'i demak bo'yin uzunligi 150 sm, ko'z kosasi shakli normal, polidaktiliya katarakta bo'yicha sog'lom, tish emali ham oq deyilgan. Tish emali oq, tish emalining qo'ng'ir bo'lishi bu dominant X xromosomi kasalligi. Demak, oq degandan keyin ikkita kichkina h keladi. Bu yerda ushbu oilada tish emali qo'ng'ir farzand tug'ilish ehtimoli 0 ga teng. Tish emali qo'ng'ir farzandlar tug'ilish ehtimoli deganda 1 ko'paygan 1 ko'paygan 2 ko'paygan 0 bo'ladi. Necha 0 chiqadi? Foiz necha foiz desangiz 0% chiqadi.